Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi dastlabki jarayonlarni amalga oshirmoqdamiz mana. Bu yo'limiz Uchquduq, ya'ni Navoiy viloyati Uchquduq tumaniga ketadi bu. Bu yo'limizning ayriqcha bir nesi har doimgi videolardan siz masalan santexnik bo'ling yo do'konchi bo'ling, bundan shunday qilib nomerlarni tushirib beramiz. Brend sizga bo'ladi. Ammo teplo ostida sizning nomeringizni so'radi, sizga murojaat qiladi klientlar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Shunday qilib ham yig'ishtirib beraveramiz birkalarni. Nomerlaringizni qo'yib, do'konchi bo'lsangiz, do'koningizning nomerini qo'yasiz. 20 kilovatli kaç yo'limiz bu. Dastlabkisi bilan 8,5 million so'm pul bo'ldi bu. Bu kaç yo'limizni dastlabkisini Uchquduqgacha yetib beradigan bo'ldik. Pavorot, ya'ni 4 kulturasi Uchquduq Pavorotgacha. Nariyog'ini yana bitta mashina olib ketadi buni. Qaysi viloyatdan, qaysi tumandan bo'lsangiz ham telefon qilaverasizlar. Dastlabkilarni kelishamiz. Hozirgi kunda ishlarimiz ancha orqalashib qolgan. Bu yo'limizning shu joyidan buyog'ida zapravka joyi bor. 25-30 kilogramm atrofida ko'mir sig'adi. Regulevka joylari bor. Mana bemalol tutagan taqdirda regulevka qilasiz o'zingiz. Bu yo'llarimizning taq qismida vodinnoy emas, qo'li emas, ya'ni chubinkalaslik bo'ladi xuddi shunday. Bizning shnurlar bo'ladi, iplar tutamaslik uchun. Yana nimasi qoldi? Xohlasangiz podachi, obrotkasi yo'q bunga. O'zingiz chiqarib olasiz. Xohlasangiz shularni ham qo'yib beramiz. Siz plasmas sistema, plasmasni santexnikada ishlaydigan usta bo'lsangiz, bir narsasini tushuntirib ayting. Ularni qo'yib beramiz. Bunga shunday katollar, temir eshiklar, darvozalar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani, kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish korxonamiz. Videolarni manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like'larni bosib qo'ying. Tushunmagan savollarınız bo'lsa, kommentlarda qoldiring. Tanish-bilishsangiz katollar qiziq bo'lgan bo'lsa, videolar jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.